Terma jamoamiz ushbu xalqaro olimpiadada 3 ta oltin, 8 ta kumush, 9 ta bronza, jami 20 ta medalni qo'lga kiritdi. Ushbu yutuq mamlakatimiz yoshlari salohiyatining xalqaro miqyosda naqadar yuksak ekanligini yana bir bor isbotladi. Ayni vaqtda g'oliblar tantanali ravishda kutib olinmoqda. Al-Xorazmiy maktabidan ISHO 26 uchun jami 7 ta o'quvchi ketgan edi. 4 ta matematika, 3 ta informatika yo'nalishi bo'yicha va bugun ushbu o'quvchilarimizning barchasi bronza, kumush va oltin medallar bilan qaytib kelishmoqda. Elbek o'quvchimizga keladigan bo'lsak, bu o'quvchimiz juda kuchli, o'zi haqiqatda mehnatkash. Respublika tarixida oltin medal bo'lmagan, men oltin medal olaman fizikadan deb harakat qilgan, mana qattiq mehnat qildiki, o'z mehnati mevasini berib, mana bugun oltin medal olib, yurtimizga yorug' yuz bilan qaytib kelyapti. O'roq Elbekda adasi bo'laman. U boshqacha o'z oilamizda ham bilimga berilgan, dars qilishdan charchamaydi, harakatchan o'g'limiz. Xudo xolasa mana shu harakatlarining natijasi mana oltin medal bilan kelyapti. Yuzimizni yorug' qilib, yurtimizni bayrog'ini tepalarga ko'tarib, Xudo xolasa bundan keyin ham bardavom bo'lsin. Otalarga bolalar o'qisin deyman. Joriy yilning ilk xalqaro olimpiadasi, ya'ni xalqaro javobgarlik olimpiadasida O'zbekiston terma jamoasi tarixidagi yangi rekordni qayd etdi. Hurmatli yurtboshimiz tomonidan iqtidorli yoshlarga qaratilayotgan e'tiborlarni qo'llab-quvvatlash va ularni xalqaro olimpiadaga saralash tizimini yangi bosqichga olib chiqilganligi aynan mazkur o'quvchilarning natijalarida o'z isbotini topyapti. Ota-onalar va o'qituvchilar terma jamoaning yutuqlaridan katta xursandchilik bildirib, bu muvaffaqiyat yoshlarning bilimga bo'lgan intilishi va mehnatini tasdiqlovchi muhim omil ekanini ta'kidlashdi. Tayyorgarlik shu o'tgan yildan beri tayyorlanib kelyapmiz va bir yil davomida tayyorlaganimiz sababli mana endi oltin medal qo'lga kirdi. Birinchi oltin olganim sababli hamma juda ham xursand bo'ldi albatta. Bu tarixda, O'zbekiston tarixida birinchi marta bo'ldi chunki. O'zbekiston terma jamoasi o'tgan yilgi 21-xalqaro olimpiadada jami 19 ta medalni qo'lga kiritgan edi. Xalqaro darajada o'tkazilgan ushbu olimpiadada fizika fanidan terma jamoamiz a'zosi Elbek O'roqov ilk oltin medalni qo'lga kiritdi. O'tgan yilda ham xuddi shu olimpiadada silver, ya'ni kumush medal olgandim. Shu bir yil davomida rivojlantirib, o'zimning bilimlarimni umumiy 270 ball to'pladim va oltin medalga ega bo'ldim. Olimpiada yaxshi bo'ldi, savollar qiziq. Kelgusidagi rejalar bu xalqaro olimpiadada oltin medal olish va kelajakda fizika fani bo'yicha olim bo'lish. Ushbu olimpiadada 17 ball to'pladim. O'g'lingiz bronza medalni qo'lga kiritganda qanaqa hissiyotlar bo'ldi ichingizda? Xursandchilik. Men bu kunni qanchalik orzu qilganimni tasavvurlab bera olmayman, chunki shunday ichimdan shu kunni orzu qilganman-da, shu kunga yetishdim, Allohga shukr. Boshqa farzandlarni ko'rib, televideniyada meni farzandim ham shunday nimalarga erishsin deb shunday Allohdan har doim so'raganman. Allohga shukr, shu kunlarga yetkazdi. 7-8 sinfdan boshlaganmiz, o'zi oldin shu olimpiadaga tayyorlanib, medallarga erishdik. Kelgusida nasib bo'lsa shu yilga tayyorgarlikka ko'ramiz, nasib bo'lsa oltinlikka kirishga va boshqa kelasi olimpiadalar, APMO va TASIMOlarda ham yaxshi natijalar olishga harakat qilamiz. Olimpiada juda qizg'in bo'lib o'tdi, ayniqsa shu yilgisi juda ham bizga kutilmagan savollar tushdi, juda ham kutilmagan voqealar bo'ldi va shu natijasida yetarlicha ancha zo'r natijalar, ba'zilar uchun ham sal-pal uncha yaxshi emas natijalar bo'lib o'tdi. Men shu olimpiadaga 3 marta qatnashganman bundan oldin. 8-sinf paytim kumush olganman, 9-sinf paytim bronza, 10-sinf paytim oltin. Bu yil salomat yetmay qoldi, shu kumush olib qoldi bu yil. Olimpiadani eng yosh ishtirokchisi sifatida unga qatnashdim. Olimpiada juda ham qiziqarli o'tdi. Menga juda ham yoqdi. Raqibdoshlarim 16 ta turli xil mamlakatdan kelgan bo'lib, umumiy 150 ta odamni tashkil etdi. Masalalar juda ham ajoyib tushdi. Bu olimpiadada 14 ball olib, kumush medalga sazovor bo'ldim. Bu olimpiadaga tayyorgarlik jarayonida biz xalqaro trenerlar jalb qilindi, fan olimpiada markazi jalb etilgan va o'shalarda tayyorgarlik ko'rib, xalqaro trenerlarda ushbu yuksak natijalarga erishdik.
Mazkur g'alaba mamlakatimiz ilm-fan salohiyatini xalqaro darajadagi o'rnini yana bir bor tasdiqladi. Yoshlarimizning bunday yutuqlari kelgusidagi rejalar uchun poydevor bo'lishi shubhasiz. Biz yoshlarimiz bilan faxrlanamiz, g'oliblarni chin dildan tabriklaymiz. Zokir Mo'minov, Islombek Abdunabibov bugun dastur uchun